Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan Javlon Abdumanopov HTML darslari davom etadi. Bugungi darsdan boshlab sizlar bilan HTMLda amaliy ishlar qilishni boshlaymiz. O'zi shu paytgacha HTMLda bir necha darslarni o'tdik sizlar bilan va o'zim bilgan HTMLda eng ko'p ishlatiladigan taglarni deyarli hammasini o'rgatdim deb o'ylayman. Endi bir ikkita qo'shimchalar qolgan bo'lishi mumkin, lekin umumiy juda ham ko'p ishlatiladigan hammasini ko'rib chiqdik. Endi shu o'rgangan taglarimiz yordamida bugungi darsda va keyingi bir ikkita uchta darsda amaliy ishlar qilamiz. O'sha ro'yxatlar bo'yicha, sarlavhalar bo'yicha, p tagi bo'yicha, ya'ni xat boshidan boshlanadigan normal matnlar bo'yicha, undan tashqari ro'yxatlar bo'yicha, table, jadval, formalar hammasini birlashtirib 2 ta 3 ta loyiha qilamiz. Amaliy loyihalar bo'ladi. Shu amaliyotda bu kodlarni qanaqa ishlatilishini ham ko'rib olasizlar bahonada. Iloji bo'lsa o'sha men bilan birgalikda kodni yozib ketsanglar yaxshi bo'ladi. Yanayam bu ko'nikmani yaxshilash uchun, ya'ni kod yozish ko'nikmasini yaxshilash uchun nima qilish kerak? Videoni bir qismini ko'rish kerak. Aytaylik 5 daqiqasini. 5 daqiqasini ko'rganingizdan keyin videoni o'chirib, umuman videoga qaytib qaramasdan o'sha 5 daqiqada yozilgan narsalarni qaytadan yozib ko'rishingiz mumkin. Shunda o'sha kod yozish ko'nikmangiz yaxshilanadi. Shunchaki copy paste, shunchaki o'sha nima desa bo'ladi, ko'chirmaysizda, o'zingiz fikrlab yozasiz. Shunaqa. Endi boshida xatoliklar bo'lishi mumkin, muammolar bo'lishi mumkin. Bu tushunarli holat. Hammada shunaqa bo'lgan. Men ham 100 martalab xato qilib, 100 martalab kodim ishlamasdan judayam ko'p loyihalarni noto'g'ri strukturada qurib o'rganganman. Bu tabiiy holat. Tushkunlikka tushmaysizlar. Eng muhimi to'xtatib qo'ymaslik. Shu sizlarga beradigan tavsiyam. Xo'p, endi bugungi qiladigan loyihamiz qanaqa bo'ladi? Xo'p, bugungi qiladigan loyihamiz shu ko'rinishda bo'ladi. O'sha men haqimda, ya'ni o'zimiz haqimizda qanaqadir ma'lumot yozamiz. Endi bu real ma'lumot bo'lishi shart emas. Misol uchun mana ism, familiya, tug'ilgan sana, yashash manzili, misol uchun ta'lim olgan joylari, ish joyi, qiziqishlari, xulosa. Ya'ni shunaqa. Aaa, bu o'sha boshidagi sarlavhalar, p tagi, undan tashqari o'sha ro'yxatlar bilan ishlashga yo'naltirilgan nima desa bo'ladi, loyiha. Undan keyingi loyihalarimizda o'sha murakkabroq jadvallar, formalar bilan ishlaymiz. Keyin iloji bo'lsa o'sha 3 ta loyihamizni bitta sayt sifatida chiqaramiz. Ya'ni 3 ta loyihamiz bitta saytning 3 ta sahifasi bo'ladi. Endi bu birinchi sahifa, asosiy sahifa desak ham bo'ladi. Xo'p, endi biz buning uchun bitta рабочий stolda papka yaratib olishimiz kerak. Men 0 dan ko'rsatyapman sizlarga oson bo'lishi uchun. Xo'p, o'ng tugmani bosamiz. Bu yoqda yangi papka yaratib olamiz. Nima deyishimiz mumkin? HTMLda yo'q, bunaqa demaymiz. Aytaylik, mening saytim deb nomlaymiz. Enter bosamiz, ichiga kiramiz. Xo'p, endi ichiga kirib o'tirmaylik. Undan ko'ra to'g'ridan-to'g'ri shuni VS Code ochib olamiz. VS Code. Xo'p, VS Code'ni ochamiz. VS Code'da katta ehtimol bilan bo'sh oyna ochiladi va siz bu yerda mana fayl open folder qilishingiz kerak. Open file emas. Open folder qilishingiz kerak. Ya'ni papkani ochish uchun. Open folder va рабочий stoldagi mening saytim papkasini tanlaymizda ochamiz. Bu bizga kerak emas. Mana bizdan so'rayapti, sen avtorga ishonasanmi? Ya'ni mana bu papkani ochyapsan, shu papkani yaratgan avtorga ishonasanmi deb so'rayapti. Biz hani bosamiz. Sal kichraytirib olishimiz mumkin. Endi bu yoqqa nima deymiz? Xo'p, bu yoqqa mening saytim. Endi biz HTML fayl ochib olishimiz kerak. Aynan shu mana bu loyihamiz uchun. Endi bu loyihamiz uchun ochadigan HTML faylimiz index.html ko'rinishda bo'ladi. Index.html. Endi nimaga index.html? Men shu paytgacha aytmagan edim sizlarga. Xo'p, index.html bu har qanaqa istalgan saytni asosiy sahifasi index.html deb yozilishi kerak. Ertaga sizlar bu saytni domenga yuklaganda, serverga yuklagan paytda aynan o'sha serverlardan domen sizlarga xizmatlarni beradigan saytlar asosiy sahifani shu indeks orqali ajratib oladi. Shuning uchun index.html deb, ya'ni butun boshli saytingiz eng asosiy sahifasini bosh o'sha home page'ni indeks bilan yozishingiz kerak. Qolganlari boshqa nomlarda nomlanib ketaveradi. Albatta ingliz tilida ular ham. Lekin asosiy sahifa index.html deb nomlanishi shart. Index.html mana buni o'chirib tashlasak bo'ladi. Hop, mana bizda bo'sh oyna. Endi biz shift va bir tugmasini bossak, bizga undoq belgisini chiqaradi. Enter bosamiz. Mana o'sha biz biladigan nima desa bo'ladi? HTML strukturasi. Endi biz dokument nomini o'zgartiramiz. Buni men haqimdan deb nomlab qo'yamiz. Endi mana bo'ldi. Shu yoqdan endi kodimizni boshlashimiz mumkin. O'zi loyiha qilayotganda nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi strukturaga e'tibor berasiz. Mana nimalar bor? Mana bu yoqda men haqimda bor. Bu H1 tagida bo'ladi. Chunki bu butun boshli sahifani sarlavhasi.
Keyin mana bu yoqda mana oddiy matnlar bor pi tagida. Bundan keyin yana bu yoqda yana bitta matn, bundan keyin mana bo'limlar. Bu bitta bo'lim, ta'lim olgan joylar. Shu yoqqacha mana shu 3 ta qism bitta bo'lim. Bu bitta sectionda bo'ladi. Mana misol uchun bu o'sha bosh qismi, bu bitta sectionda bo'ladi. Keyin mana bu qismi bitta section bo'ladi. Bu qismi bitta section bo'ladi. Bu qismi yana bitta section bo'ladi. Ya'ni section tagi orqali ajratiladi. Shunaqa. Keyin bu bo'limlarning nomlari H2 bilan yoziladi. Shularga ham e'tibor beramiz. Billa-billa yozib ketamiz sizlar bilan. O'sha meni yozgan kodimga qarasanglar, sizlarni ham o'sha ozgina o'qisanglar oshadi. Xo'p, endi boshlaymiz. Birinchisi bu men haqimda. Endi bu strukturamizda hech qanaqa header yo'q ekan. Header bo'lmagani uchun endi header ham qo'yib qo'ysak bo'ladi. Hozirchalik header ochib turib, unga shunchaki header deb yozib qo'yamiz xolos. Keyinchalik keyingi o'sha loyihalarni qilayotganimizda headerlarni ham qo'shib ketamiz. Hop, birinchi demak header bo'lishi kerak. Mana header bu yoqqa H2 bilan H2 tagi bilan header so'zini yozib ketaman. Mana e'tibor bersangiz, mana qanaqa bo'lishi kerak? Mana bola tag, ota tagni o'sha parent elementni ichkarisi joylashishi kerak. Mana bunday bo'lib qolishi kerak emas. Bitta tabni bossangiz mana ichkariga kirib qoladi. Endi mana bu yog'i mana men haqimdan boshlab sahifaning asosiy qismi. Endi nima bo'lishi kerak bu? Bu endi main tagi ichida yozilishi kerak. Main tagi bu shu header bilan footerning orasidagi barcha narsa main tagida ichida yoziladi. Endi undan keyin mana main tagini yozdik. Undan keyin mana bu yoqda bitta section boshlanyapti shu yoqqacha. Shuning uchun nima deymiz? Section deb yozamiz. Mana shu yoqdan shu yoqqacha belgilab olgan joylarim bitta section bo'ladi. Xo'p, bundan keyin nima bo'lishi kerak? Menda bizga H2 tagi kerak. Sectionning ichida yana bitta div ochib, keyin uni ichiga H2 yozish shart emas. Chunki mana bu sectionning o'zi div vazifasini o'taydi. Ya'ni shunchaki konteyner elementlarni guruhlash uchun. H2 yozaman, H1 yozaveray, H1 yozaman. Chunki bu men haqimda, butun boshli sahifaning nomi. Men haqimda. Xo'p. Endi davom etaman. Endi menga nima kerak? Menga pi tagi kerak. Mana buni yozish uchun. Bu oddiy matn va anaqadan boshlanyapti. Nima deydi? Yangi qatordan xat boshidan boshlanyapti. Endi buni o'ng tarafga turganiga e'tibor bermanglar. Buni keyinchalik to'g'rilab olsak bo'ladi. Keyin bu uchalasi e'tibor bersangiz bitta divga bog'liq. Chunki mana uchalasi ham birdaniga o'ng tomonga qadalib turibdi. Uchalasi bitta bo'limga oidligini bilsangiz bo'ladi. Bo'lim deganim o'sha bitta konteyner ichidaligi. Ya'ni tepadan ham joy qochgan, pastdan ham joy qochgan. Shuni bu uchalasini bitta div ichiga yozib olishingiz mumkin. Div konteynerga solib olishda endi bu. Nima deymiz? Bu yoqqa pi tagini yozamiz. Ism familiyam Aliyev Ali o'g'li. Xo'p. Buni endi yozib o'tirmaslik shunchaki kopiya qilib olaman. Kechirasizlar. Ctrl C, Ctrl V. Endi e'tibor bersangiz, xo'p, buni undan oldin mana saqlab turib, birinchi kodni ochib olay, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Natijasini ochib olay kodni. Mana indeksni ochaman. Mana natijasi. Buni o'chiraman. Bu header section bo'lib turadi. Hozircha shunchaki. Mana yerda men haqimda, undan keyin mana ism familiyam Aliyev Ali o'g'li. Xo'p, endi e'tibor bersangiz, bizni nima desa bo'ladi? Shablonimizda bu qoraroq turibdi. Endi men hech qanaqa CSSdan foydalanmayman bu loyihalar davomida. Iloji boricha o'sha HTML elementlar bilan qilishga harakat qilaman. Shuning uchun nima bo'ladi bu yoqda? Ism familiya Ctrl X qilaman. B tagining ichida yoziladi. Mana B tagining ichida yoziladi. Shunda qoraroq fonda bo'ladi. Qoraroq ko'rinishda bo'ladi. Hop, buni saqlayman. Natijaga o'tib yangilasam, mana ism familiya o'sha biz bilgandek qoraroq shriftda bo'lyapti. Endi davom etaman. Bundan bitta nusxa ko'chiraman. Buni olib turib, tug'ilgan sana desam ham bo'lar ekan, yozib o'tiraman. Ko'chirib o'tiraman, yozaman shunchaki. Tug'ilgan sana. Buni o'chirib tashlashimiz mumkin. Nima deymiz? 2005-yil 15-mart ekan. 2005-yil 15-mart. Aytgancha, bu meni ma'lumotlarim emas, menga umuman aloqasi yo'q. Shunchaki yozib qo'yganman. Bundan keyin yana pi tagi va pi tagining ichida b tagi. Yashash manzili. Hop, yashash manzilim. Bundan keyin qolganiga mana e'tibor bersangiz, b tagini ichida b tagini tashqarisida yozyapman. Bo'lmasam, bundan keyin yozadigan narsalarim ham qorayib qolishi mumkin. Ya'ni jirniy bo'lib qolishi mumkin. Toshkent viloyati Zangiota tumani. Buni olib qo'ysam ham bo'ladi. Nusxa ko'chirib qo'ysam bo'ladi. Hop, mana yozib oldim. E'tibor bersangiz, uchalasini yozib bo'ldim. Endi saqlayman.
Yangilayman. Yangilasam mana uchalasi ham shu yoqqa nima bo'ldi? Yozildi. Endi buni o'ng tarafga ko'chirishda oxirida qilib qo'ysak ham bo'ladi. Biz birinchi mana bu hamma strukturani yozib olsak, keyin ko'chirib qo'yish muammo emas. Mana men haqimda ham e'tibor bersangiz o'rtada turmayapti. Xo'p, endi davom etamiz. Xo'p, keyingisi mana bu yoqda joy qolgan va mana bu matn yozilgan. Bu matn e'tibor bersangiz sarlavha anaqadan boshlanyapti, xat boshidan. Xat boshidan boshlangani uchun bu p tagining ichida bo'ladi. Faqat bu divdan tashqarida. Nimaga divdan tashqarida? Chunki bu boshqa. Mana 3 tasi bitta div ichida turibdi va uchalasini o'ng tomonga siljitib qo'yganmiz. Undan keyingisi alohida chap tomondan boshlanyapti. Shuning uchun bu div ichida emas. Mana yo'q o'taman. Xo'p, endi bu section tugadi. E'tibor bersangiz mana bu section tugadi. Mana bu section mana shu kontentni o'z ichiga oldi va tugadi. Endi buni saqlayman. Hop. Yo'q o'tib yangilasam, mana men Alif Ali o'g'li hozirgi kunda o'qish va bilim olish bilan shug'ullanaman. Ya'ni shunaqa. Xo'p, endi bu yoqda ham o'sha e'tibor bersangiz mana b tagining ichida yozilgan elementlar va birdaniga i tagining ichida ham yozilgan ekan, chunki bir tarafga ozgina qiyshayapti. Xo'p, Alif Ali o'g'lini men b tagining ichiga olishim kerak. Nafaqat b tagi, balki i tagining ichiga ham. Xo'p. Ctrl X b tagi va birdaniga i tagining ichida ham. Chunki bir tarafga qiyshayib turibdi. Mana buni saqlayman, yo'q o'taman kodiga va yangilayman. Yangilasam mana o'sha biz ko'rgan natija paydo bo'ldi. Xo'p. Endi kodimga o'taman, davom etaman. Endi men uchun mana shu qism uchun yana alohida section ochib olishim kerak. Chunki bu alohida section. Mana sarlavha bormi? Demak, o'sha section. Keyin mana kontekst ham o'zgaryapti. Bu yoqda men haqimda, bu yoqda ta'lim olgan joylarim. O'sha kontekst o'zgaryapti. Endi bu yoqda yana bitta section ochaman. Mana. Keyin section ichida div ochishim shart emas. Shunchaki h2 ochaman va ta'lim olgan joylarim. h2 va ta'lim olgan joylarim. Bo'ldi. Pastga tushamiz. Endi e'tibor beramiz. Bu yoqda nima bor? Ro'yxat bor. Ro'yxatni biz UL tagi orqali chiqarar edik. Mana UL ro'yxat, bu butun boshli ro'yxat. Lekin ro'yxatning har bitta elementini chiqarish uchun bizga yana bitta boshqa tag kerak edi. Bu li tagi. List item. UL bu unordered list degani, ya'ni tartibsiz ro'yxat. Li bu list item degani, list elementi. Buni ko'chirib olaman. E'tibor bersangiz, maktab o'sha qoraroq fonda ekan. Hozir aytaylik. Saqlaymiz buni. Yoqqa Ctrl V tashlaymiz. Bizga bu boshdagi kerak emas va bu maktabni bitta ichida yozishimiz kerak. Undan keyin yana bitta li ochamiz. Yangi element uchun bu X Andijon o'quv markazi bo'ladi. X Andijon i tagining ichida ekan, e'tibor bersangiz, bir tarafga qiyshayib turibdi. Hop. I tagi X Andijon yo'q o'tamiz. Hop, endi i'dan tashqarida o'quv markazi. Hop, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti. Ya'ni li yoqqa Toshkent axborot texnologiyalari universiteti. Saqlaymiz. Mana bu bo'lim ham menimcha tugadi. Natijaga o'tamiz, yangilaymiz va mana ta'lim olgan joylarim shu 3 ta narsani yozib qo'ydik. Endi sizlar bilan bir ish qilishimiz kerak. Videoni shu joyda shunchaki pauzaga qo'yinglar, o'chiringlar. Keyin kodga o'tinglar-da, agar men bilan birga yozib ketgan bo'lsanglar, o'chirib olinglar. O'chirib olib turib, boshqatdan yozinglar. Umuman kodga qaramasdan. Bu sizlar uchun challenge bo'ladi. Mana shuncha narsani olasizlar, mana shuncha qism yozishinglar kerak. Ya'ni mana tayyor natija shu videoni shu turishda pauzaga qo'yasizlar va mana shu qismini o'zingizlar yozib ko'rasizlar. Meni kodimga umuman qaramagan holatda. Bu sizlar uchun challenge. Ya'ni nima desa bo'ladi? Shunchaki to'tiqush bo'lib qolmaysizlar. Qo'pol qilib aytganda, qanaqadir o'zingizlar fikrlab qilasizlar. Shunda rivojlanish bo'ladi. Bu sizlar uchun challenge. Men davom etaman. Men keyingi sectionni yozishim kerak. Endi keyingi section bu ish joyim. Hozirda vaqtincha ishlamayman deyilgan.
Shunaqa. Bu ham alohida section, alohida bo'lim. Uchun ham mana alohida bo'lim ochib olaman. Section e'tibor beramiz. Keyin mana sectionlar orasidan joy tashlab ketyapman. Bu o'zim uchun tushunarli bo'lishi uchun. Ya'ni mana ular mana orasida tashlashyapmiz lekin. Shunaqa. Mana. Tushunarli bo'lishi uchun. Ya'ni qanaqa tushuntirsam bo'ladi. O'zim tushunishim oson bo'lishi uchun. Section ichida xohlasanglar joy tashlamanglar. Men tashlab qo'yibman. Mayli, hech nima qilmaydi mana. Section. Endi bo'limlarni sarlavhasi albatta H2 bilan bo'ladi. H2. Xo'p, endi nima? Ish joyim. Buni copy qilaman, buni paste qilaman. Ish joyim. Yo'q o'tib turib, hozirda vaqtincha ishlamayman. Nima olib qo'ysam bo'ladi. Bu endi P tag ichida bo'ladi albatta. Mana. Saqlaymiz. Yo'qotamiz. Yangilaymiz. Ish joyim hozirda vaqtincha ishlamayman. Xo'p, endi keyingisi qiziqishlarim. Xo'p, uni uchun yana bitta alohida bo'lim ochishimiz kerak. Section pastga tushamiz va qiziqishlarim deb nomlaymiz. Endi buni albatta o'sha sarlavhasi uchun H2 ochamiz, chunki bu bo'lim sarlavhasi. Ichiga kiramiz va bu yoqda nima? Bizda endi 4 ta ro'yxat bor. 4 ta elementdan iborat ro'yxat bor. Bu tartibsiz ro'yxat emas. Bu endi tartibli ro'yxat. Tartibli ro'yxat yasash uchun bizga OL tagi kerak bo'ladi. Endi ro'yxat elementlarini yozish uchun yana li tagiga murojaat qilamiz. Xo'p, birinchisi bu kompyuter bilan ishlash. Buni olamiz. Mana buni biri shart emas. li yana yo'qotamiz. Dasturlash. Misol buni nusxa ko'chirganda o'zim yozsam osonroq yozar ekanman. Kitob o'qish, sport bilan shug'ullanish bu. Xo'p, kitob o'qish. Xo'p, bundan keyin li sport bilan shug'ullanish. Buni saqlaymiz. Bundan keyin yangilaymiz. Yangilasak mana qiziqishlarim. Kompyuter bilan ishlash, dasturlash, kitob o'qish va sport bilan shug'ullanish. Bu qanchalik to'g'ri bilmadim endi. Xo'p, xulosa. Bu uchun yana bitta alohida section kerak. Section H2 bilan yoziladi. Bo'lim nomi, sarlavhasi. Bundan keyin buni copy qilamiz. P tagi kerak bo'ladi bizga. Xat boshdan boshlanayotgan normal matn uchun. Saqlaymiz. Xo'p, endi saqlab, bu yoqqa kodga o'tib, buni yangilasak, mana biz deyarli hamma o'sha narsani yozib qo'ydik. Faqat o'sha mana bu joyda ozgina o'sha bo'limlardan keyin kattaroq masofa qoldirish uchun BR qo'yib tashab ketsak bo'lar ekan. Bo'limligi bilinadi. Mana shu 1 bilan 2, birinchi bo'limli ikkinchi bo'lim bir-biriga yopishib qolibdi. Shuning uchun. Mana birinchi bo'lim. Shu yoqda BR taglarini qoldirib ketsak, mana saqlaymiz. Yangilaymiz. Sal joy tashaldi. Chiroyliroq holatga keldi desam. Mayli, turaversin. Xo'p, endi biz nima qilishimiz kerak? Bu men haqimda, ta'lim olgan joylarim, ish joyim, qiziqishlarim, xulosa kabi o'sha butun hujjat sarlavhalari va o'sha bo'lim sarlavhalarini o'rtaga olishimiz kerak. Bundan tashqari mana bu 3 ta narsani o'ng tarafga olishimiz kerak va shu bilan bo'ldi. Hop, birinchi mana men haqimdani o'rtaga olishimiz kerak, mana o'rtaga. Buning uchun bizga bitta atribut yordam keladi. Align atributi. Hop, bu align atributi bizni asosiy o'qda elementimizni qaysi qismga joylashtirishimizni belgilaydi. Misol asosiy o'q bor. Bu misol hozirda X o'qi, shu X o'q, ya'ni chapdan o'ngga yo'nalgan o'q. Shu chapdan o'ngga yo'nalgan o'qda chapda turish kerakmi, o'rtada turish kerakmi yoki o'ngda turish kerakmi? Shu narsani belgilab beradigan atribut hisoblanadi bu align atributi. Hop, endi buni biz center deymiz, saqlaymiz va yangilaymiz. Yangilasak men haqimda mana ko'rishingiz mumkin, o'rtaga o'tib qoldi. Hop, bundan keyin mana bu 3 ta narsani biz o'ng tomonga olib qo'yishimiz kerak. Endi e'tibor berasizlar, shu joyda men agar bu 3 ta p ni agar bitta divga o'rab qo'ymagan bo'lganimda, har bittasiga alohida align berib chiqishim kerak bo'lardi. Ya'ni divni plyus tarafi shunda guruhlab olish mumkin bemalol, umumiy stil berish uchun. Align deymiz. Hop, endi biz center o'rtaga endi biz o'ng tarafga joylashtirishimiz kerak. O'ng tarafga joylashtirish uchun right
qiymatidan foydalanamiz. Saqlaymiz va buni yangilaymiz. Yangilasak mana o'ng tarafga joylashib qoldi. Endi e'tibor bersangiz mana bu yerda o'zi biz mana bu qismga qo'ysak to'g'riroq bo'lar edi ekan. Xo'p, bu yerni olamiz. Shu yoqqa qo'yishimiz kerak ekan. Sal kattaroq joy qoldi. Undan keyin bu yoqqa ham bir yer qo'yishimiz kerak ekan. Saqlaymiz. Mana sal kattaroq joy qoldi shunda. Xohlasanglar har bitta bo'limdan keyin qanaqadir HR ham qo'yishimiz mumkin. Keyinchalik. Xo'p, mana men haqimda bu bo'ldi. Endi ta'lim olgan joylarimni o'rtaga olishimiz kerak. Buning uchun mana ta'lim olgan joylarimga o'tamiz. Section'iga. Yo'q, kechirasiz, section'iga emas. H2ga. Line. Center saqlaymiz. Endi bir yo'la olamiz o'sha hamma bunaqaga. Buni Ctrl C qildim. Hamma bo'lim sarlavhalariga qo'yib chiqaman buni, chunki bir xil. Buni qaytadan yozib o'tirishdan ma'no yo'q. Xo'p, saqlayman, yangilayman va mana hammasi o'rtaga ko'chib qoldi. Xo'p. Menimcha chiroyli holatga keldi. Endi ajrab turish uchun bo'lim-bo'limdan balki HR qo'yamiz. O'zi shart emas lekin. Mayli. Ajrab turish uchun HR qo'yaylik. H2 emas, HR. HR bu chiziq tortadi. Ko'ramiz, o'xshadi, bo'lmasa olib tashlaymiz. Bo'ldi, menimcha saqlaymiz, yangilaymiz. Yangilasak mana har bitta bo'limdan keyin chiziq ochilib qoldi. Xo'p. Mana tepada header bo'ldi. Bu header o'sha keyingi loyihalar bilan ishlatgan paytimizda o'sha nima desa bo'ladi. Boshqa keyingi loyihalarimizni xuddi shu loyihamizni keyingi mana bu yoqda sahifa sifatida yozib ketamiz va bu yoqda linklar qoldiramiz bir-biriga o'tishi uchun. Bu ham o'sha sizlar uchun qo'shimcha nima desa bo'ladi? Loyiha, ya'ni praktika bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, bugungi loyihamiz shundan iborat edi. O'zinglar o'sha biror bir sectiondan keyin yoki butun boshli videoni ko'rib bo'lgandan keyin videoni pauzaga qo'yib, videoni o'chirib, to'liq o'zinglar qaytadan yozishga harakat qilib ko'ringlar. 100% to'g'ri bo'lishi shart emas. Xato qilishinglar tabiiy. Bu normal holat. Lekin o'sha tezroq o'zinglar amaliy, o'zinglar shaxsiy qanaqadir loyihalarni qilib ketishinglar uchun, o'zinglar mustaqil kod yozib ketishinglar uchun kodga qaramasdan yozish mashg'ulotini, amaliyotini qilishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi loyihalarda yana ham ko'proq ishlar qilamiz. Sizlar bilan Javlon Abdumanov bo'ldi. Salomat bo'linglar.